Men Nasiba bilan birgalikda listeningni davom ettiramiz. Sizga kimdir nimadir haqida gapirib beradi. Bu yerga grammatik birliklardan albatta sifat keladi. Ya'ni sifat B1 darajadagi o'rganuvchilar uchun ayni kerak ma'lumot hisoblanadi. Demak, one listening boshlashning eng muhim qismi sanaladi. Assalomu alaykum. Men Qurbonova Nasiba. Multilevel tizimi bo'yicha C1 darajaga ega o'qituvchiman. Shu kunga qadar, ya'ni 6 yildan oshiq vaqt mobaynida ingliz tili o'rganuvchilariga o'z bilim va tajribalarimni bo'lishib kelganman. Hozirda esa Mentor School o'quv markazida ingliz tili fanidan dars berib kelmoqdaman. Mentor School bu shunchaki o'quv markazi emas. Mentor School samarali bilim va do'stona munosabat yaratib beruvchi maskandir. Biz jamoamiz bilan birgalikda sizlarga samarali va foydali bo'lishi uchun katta mas'ul shtabda onlayn marafonga start berdik. Ushbu marafon doirasida siz juda ham tajribali o'qituvchilar tomonidan tashkil etilgan darslar yordamida multilevel tizimida ingliz tili darajangizni 1 yoki 2 daraja yuqoriga ko'tarib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Men Nasiba bilan birgalikda listeningni davom ettiramiz. Bugun biz sizlar bilan listeningning part 2 qismiga to'xtalamiz va ozgina nazariy bilimlardan keyin siz bilan birgalikda praktika qilamiz. Sizlarga berilgan savollar varaqasida part 2 xuddi shu ko'rinishda keladi va bu yerda you will hear someone giving a talk. Sizga kimdir nimadir haqida gapirib beradi. Bu bo'lishi mumkin qanaqadir konsert dasturi, bu bo'lishi mumkin qanaqadir kino haqida ma'lumot yoki qanaqadir seminar haqida ma'lumotlar beriladi va bu ma'lumotlar asosida siz mana shu ko'rinishdagi blankalarni to'ldirib berishingiz kerak bo'ladi. For each question, fill in the missing information in the numbered spaces. Raqamlangan bo'sh joylarga qoldirilgan ma'lumotlarni to'ldirib chiqishingiz kerak. Buni biz turli xil nomlaymiz bu ko'rinishdagi savollarni. Filling the gap, bo'sh joylarni to'ldirish yoki note completion, eslatmalar bilan to'ldirib chiqing ko'rinishdagi savol turlari deb aytiladi bu turdagi savol turlari. Endi bularni to'ldirishdan oldin biz nima qilishimiz kerak? Qo'lingizda ruchka yoki qalam bo'lganida siz nechta so'z yozilishi kerakligini belgilab qo'yishingiz kerak. Bu listening boshlashning eng muhim qismi sanaladi. Bu yerdan one word or and a number ko'rinishda sizga topshiriq berilgan bo'ladi. Keling shu so'zni o'ziga bitta to'xtalib o'tamiz. Bu B2 darajadagi o'rganuvchilar uchun nisbatan oson ma'lumot hisoblanadi, lekin B1 darajadagi o'rganuvchilar uchun ayni kerak ma'lumot hisoblanadi. Demak, one word bitta so'z yozishingiz kerak. Apple so'zi bu bitta so'z hisoblanadi. Endi a number 7 or 5 so'zlari bu bitta raqam. Endi bizda and so'zi bor. One word and a number holati kelganda nima qilamiz? 7 apples. 7 ta olmalar bu demak bitta so'z va bitta raqam birgalikda kelgan holat hisoblanadi. Demak shu ko'rinishda siz apple so'zini ham, 7 so'zini ham yoki 5 so'zini ham yoki 5 apples so'zini ham birgalikda ishlatsangiz bo'ladi deyilgan. Endi savollarni ko'rib chiqayotganingizda eng muhimi kalit so'zlarni belgilab chiqishingiz kerak. Bu yerda kalit so'zlar qaysi bo'lishi mumkin? Culture center opens at 10. Password to use the computer is. Kompyuterda foydalaniladigan password shu. Ya'ni bu yerda biz nimani aniq yozishimiz kerak? Password yozishimiz kerak va biz password tagiga chizib qo'yamiz. Book the computer first at the best place to meet and talk. Demak, gaplashish va ko'rishish uchun juda ham yaxshi joy. Qaysi joy? Xuddi shunday joy bo'lishi mumkin. Demak, best place tagiga chizib qo'yamiz va xuddi shu tartibda qolgan savollar uchun ham kalit so'zlarni alohida belgilab ketamiz. Endi keling, praktika qismidan oldin yana ozgina nazariy bilimlarga to'xtalib o'tamiz. Ko'p o'rganuvchilar kelishadiki, grammatika unchalik muhim emas. Bizga ko'proq ishlangan praktika qismi kerak deb aytishadi. Yo'q, grammatika har doim juda ham muhim bo'lgan. Qanday muhim bo'lgan? Hozir siz bilishingiz kerak bo'lgan grammatik qoidalar sizlarga javobni 30% oldindan topib olishingizga juda ham katta yordam beradi. Qanday qilib? Siz bilishingiz kerak qaysidir grammatik aspektdan oldin qaysidir grammatik birlik kelishini. Misol uchun, bu yerda computer is so'zi yozilgan va undan keyin bo'sh joy qoldirilgan. Bu yerda article yo'q. Demak, bu yerda nima keladi? Bu yerda ot keladi, to'g'ri. To be dan keyin ot keladi. Chunki gapda ega, fe'l va undan keyin to'ldiruvchi va ikkinchi darajali bo'laklar kelishi kerak. Bizda ega ham bor, fe'l ya'ni kesim ham bor. Endi bizga to'ldiruvchi kerak. To'ldiruvchi odatda noun bilan beriladi. Noundan oldin article qo'yilishi kerak. Bu yerda article yo'qligini hisobga olsak, bu yerga nima qo'yiladi? Ha, albatta to'g'ri. Bu yerga sanalmaydigan birlikdagi ot yoki bo'lmasam sanaladigan ko'plikdagi ot kelishi mumkin. Yoki bo'lmasam tasavvur qilib ko'ring, sizga article va bo'sh joy hamda book so'zi berilyapti. Bu yerda article joylangan, o'rtada esa otdan oldin qaysi birlik keladi? Bu yerga grammatik birliklardan albatta sifat keladi. Ya'ni sifat
artikliga qaraydigan bo'lsak, bu sifat undosh harf bilan boshlangan qanaqadir sifat kelishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin a historical book. Chunki bosh harfimiz H bilan boshlanyapti va artikliga qarasak, bu ayni to'g'ri keladigan savol turi hisoblanadi. Yoki bo'lmasam, olmoshlar, predloglardan keyin qaysi grammatik birlik kelishini ham siz aniq bilishingiz kerak. Masalan, their so'zi kelgan bo'lsa, ularning nimalaridir? Yo ko'plikdagi yoki bo'lmasa birlikdagi ot keladi, lekin ular oldidan biz artikl ishlatmaymiz, chunki egalik olmoshi borligi hisobiga. Yoki bo'lmasa predloglar. Ofdan keyin nima kelishini siz aniq bilishingiz kerak. Ofdan keyin qanday holatdagi grammatik birlik keladi? Albatta, ofdan keyin verb plus ing yoki bo'lmasa noun holati keladi. Of reading books yoki bo'lmasa of something, nimadirning tarzida kelishi kerak bo'ladi. Xuddi mana shu birliklarni siz bilsangiz, aynan nimadan keyin nima kelishini ham siz juda ham yaxshi bilib olgan bo'lasiz. Masalan, password nimaligini yozishimiz bu yerda bitta qanaqadir ot keladi. Keyingisi qayerdir is the best place to meet and talk. Bu yerda qanaqadir joy keladi. Bu bo'lishi mumkin kutubxona bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa kafe bo'lishi mumkin, restoran, maktab bo'lishi mumkin yoki bog' bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda joy qo'yamiz. Demak, oldindan qilingan prediction ham sizga javoblarni 30-40% topib olishingizga juda ham katta yordam beradi. Endi esa part 2 savolining birinchi, ya'ni 9-raqamda kelgan savol turini birgalikda ko'rib chiqamiz, eshitamiz va tahlil qilib ishlaymiz. Now, we are ready to start. Welcome to the Culture Center. We are happy to help with your study project. I see you all have notepads and pens, so I'll give you some information before the center opens. It's 9:45 now, so we still have 15 minutes before the doors open. Demak, birinchi javob sizga berilgan misol tariqasida, demak, Culture Center, ya'ni madaniy markaz soat 10 da ochiladi. Bu yerda sizga distraction beriladi. Distraction bu yerda sizga aytdi, soat 10 dan o'tgan va mana bu tarzda ochildik tarzda berilyapti. Listeningda distraction degan narsa bor. Distraction bu sizni javobni topishingiz uchun xalaqit beradigan ma'lumotlar. Ya'ni ular to'g'ri javobga o'xshaydi, lekin aslida ular xato javoblar. Ular qanaqa bo'lishi mumkin? Demak, bu yerda javoblar yakshanba kuni mana shu vaqtda ko'rishamiz savoli berilgan bo'lsa, sizga birinchi aytadi, yakshanba kuni soat 10 da ko'rishamiz. Aytildi, siz soat 10 da javobini belgiladingiz, lekin u yerda ammo but deb yana boshqa misollar berib keldim. Ammo soat 10 da ingliz tili darsim bor ekan. Kel shuni soat 11 ga ko'chiramiz. Demak, aslida javob 11 bo'ladi, lekin sizga birinchi haqiqiy to'g'ri javobga o'xshab ko'ringan javob bu soat 10 tarzi ko'rinishi mumkin va o'sha soat 10 bu distraction. Bu yerda ham hozir xuddi shunday distractiondan foydalandi, lekin aslida javobimiz soat 10. Doors open. You are welcome to use the center's computers. To log on, type in the word visitor. It doesn't matter whether that's in capitals or not. Demak, kompyuterda kirish uchun shu so'zni ishlating. Qaysi so'zni ishlating dedi? Albatta, visitor so'zini ishlating dedi. U so'z katta harf bilanmi, kichik harf bilan buni farqi yo'q so'z aytildi. Demak, siz bo'sh joyga visitor so'zini olasiz. Demak, password to use the computer is visitors. Yes. Boya aytganimizdek, bu yerda sanalmaydigan ot yoki ko'plikdagi ot kelish kerak edi va javobimiz ko'plikdagi ot bo'ldi. We have a limited number of computers, so please book at reception. I'm sure you will want to talk to some of our excellent teachers. We ask you not to do this in the classrooms or the staff room. They get very busy. Next to reception, there's a small cafe, and that's a good place to sit and talk. Demak, receptionga uchrashish haqida gapirildi. Bu sizga ayni distraction sanaladi, chunki joy aytilyapti. Demak, biz reception belgilashimiz kerak tushunchasi bo'lishi mumkin, lekin uchrashish va gaplashish uchun yaxshi joy sifatida bizga kafe so'zi berildi. Demak, u yerda kafe bor va bu juda ham yaxshi joy. Shu amaliyotlarni bajarish uchun tarzda sizga javoblar berildi. You might like to make a note of this. We now teach 7 different foreign languages and have a team of 16 language. Demak, javob bu yerda distractionlarsiz. Sizga juda ham aniq qilib aytildi bu yerda. Demak, biz 7 ta tilni sentrimizda o'rgatamiz va har xil o'qituvchilar o'qitadi tarzida sizga javob berildi. Demak, bu yerda a numberga qarab qo'yadigan bo'lsak, bu yerga 7 raqamni qo'yamiz. Yana savol keladi, 7 ni raqam bilan yozaymi, harf bilan yozaymi? Buni farqi yo'q. Xohlang raqamni o'zini yozing, xohlang 7 so'zini o'zini harflab ham yozsangiz bo'ladi. Bu yerda demak
7 ta tillarni biz o'rgatamiz tarzida javob berilishi kerak. Teachers. I'm sure they'll be happy to speak to you. In the next 12 months, we hope to add Mandarin Chinese, as so many millions of people speak it. There is an art exhibition opening this afternoon. You are welcome to interview the exciting young artist whose work's on show. His work is all about something I'm sure we are all interested in. Friendship. Demak, topic of the exhibition is, demak, bo'ladigan ko'rgazmaning nomi so'ralyapti bu yerda va juda sal uzunroq tarzda javobimiz keldi va bu yerda alohida to'xtalib asta ohangda aytildi. Buni topish qiyin emas. Ayni B1, B2 darajada topilishi mumkin. Bu yerda demak friendship, ya'ni javobimiz friendship, do'stlik bo'ldi. You will find 2 tickets in your welcome pack. The yellow ticket is for this evening's music concert. Your teacher tells me you are keen fans of pop music, so I hope you won't be too disappointed that tonight our orchestra is playing a selection of classical pieces. Bu javobimizda esa boya to'xtalgan distractionlar berildi. O'qituvchilaringizni ta'kidlashicha, siz pop muzikka qiziqar ekansiz. Lekin bugungi bo'ladigan musiqalarimiz sizga yoqmasligi mumkin, chunki bizda classical musiclarga to'xtalamiz tarzida bo'ldi va javobimiz pop music emas, classical music bo'ladi. The green ticket says you are invited to lunch at 12 on the 3rd floor. There's been a couple of changes. Just note that it's on the 2nd floor and lunch is at 1 o'clock. Bu yerda biroz distraction bo'lishi mumkin, lekin javob aniq aytildi. Demak, bizda tushlik vaqti soat 1 da. Demak, at 1 yoki 1 o'clock ham to'g'ri kelishi mumkin, chunki bizda boya aytganimizdek bitta so'z, bitta raqam ham to'g'ri bo'lishi mumkin yoki soat 1 so'zini o'zini yozishingiz mumkin. Demak, javobimiz bu yerda 1 o'clock bo'ladi. Shu bilan listeningning part 2 qismini ham tugatib oldik. O'ylaymanki, darsimiz siz uchun juda ham foydali va samarali bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha biz bilan birga bo'ling va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.